Bismillah deb modellashtirish darsimizni boshlaymiz. Bugungi modellashtirish darsimizda rasmda ko'rib turgan organza va adras matosidan bichilgan cho'ponimizni modellashtirishni ko'rsatib beraman sizlarga. Buning uchun bizga asosimizni oldi va orqa qismi kerak bo'ladi. Bu detallarimiz juda adresdan bichilgan bo'ladi. Nima qilamiz? Oldini birinchi qiladigan ishimiz oldini ochib olamiz. Yelkadan 1 sm yuraman. Oldi markazimga olib kelib birlashtiraman lineykada. Orqa qismi ham yelkalarni teng qilib olaman. Orqadan ham 1 sm olib tashlayman. Yelkadan olaman, orqa markazdan olmayman. Bu detallar menda adras matodan bichilgan bo'ladi. Oldi orqa qismini bichib oldim. Navbat endi baskamizni bichishga. Bu baskamiz adresdan bichilgan bo'lib, buni qanaqa qilib bichamiz? Buni bichishdan oldin men sizlarga sal hisob-kitobini tushuntirib ketmoqchiman, ko'z oldingizga keltirishingiz uchun. Bizda adresimizni, XB adresimizni eni 35 sm bo'ladi, to'g'rimi? Kromka qismi. Baskani bichayotganda menda mana shu belim aylana bo'lish kerak. Menda aylana bo'lib turib, mana shu burchagidan menda skladka bajarilyapti. Orqa qismida ham skladka bajarilyapti. Bu menda oldi qism bo'ladigan bo'lsa, bu menda orqa qism bo'lyapti. Libosim, baskamni. Oldi qismda встречный, ya'ni uchrashgan skladkalar bo'lyapti menda. Bu skladkaning chuqurligi umumiy 20 sm. 20 sm va orqa mana shu burchagimda skladka bor. Bu faqat orqa markazga qaragan bir tomonlama skladka. Bu skladkaning chuqurligi menda 8 sm umumiysi. Orqamda ham, orqa markazimda ham menda skladka bor. Buni ham umumiy chuqurligi 8 sm. Bu menda yon qismim bo'ladi. Endi nima qilishim kerak men buni? Men buni bel aylanamni aniqlab olishim kerak. Buning uchun men nima qilaman? Mana bizning baskamizdan ko'rinishi shu holatda bo'ladi. Endi 35 sm lik XB adresimizni olgandan keyin menda bundan ikkita detal bo'ladi. O'ng qismi va chap qismi bo'ladi. Birinchi o'ng qismini bichib olaman. Bichib olganimdan keyin ustma bichmaylar, ustma bichsanglar adresi sizlarda o'ynab ketish mumkin guli. Tushunarlimi? Adresda 05 o'ynasa ham juda ham bilinib qoladi. Shu sababdan birinchi o'ng tomonni bichib olaman-da. Ana undan keyin guliga to'g'irlab turib, ikkinchi chap tomonni bichib olaman. Mana shu detalni bichib olishdan oldin biza avvalambor mana shu belni aylanasini aniqlab olishimiz kerak. Buni aniqlayotganda bel aylanamizga S belga, ya'ni yarim bel aylanaga skladka chuqurliklarini qo'shib chiqaman. S bel menda belim yarim qismi. Chunki ikkita bir xil detal bo'ladi, chunki faqat bittasi bilan ishlayapman. S belga qo'shaman skladka chuqurligini. Menda S belim 37,5. Qo'shaman skladka chuqurligini 20 sm. 20 sm ga 8 qo'shadigan bo'lsam 28 bo'lyapti. 28 ga yana 8 ni qo'shadigan bo'lsam 36 sm bo'lyapti. Demak, qo'shaman 36 sm. Bu menda S belim, bu skladka chuqurligim. Barobar 73,5 chiqyapti. Demak, menda mana shu belimni yarim aylanasi bo'lish kerak, 73,5 bo'lish kerak. Belim 73,5 bo'lish kerak. Men endi bunga chok haqqi qo'shaman.
Ya'ni 1 sm oldiga 1 sm orqaga qo'shaman. 2 sm qo'shaman. 73, 74, 75, 75 u 5 bo'lyapti. Endi 76 deb olaveraman. Mana. Bichganimda chok haqqalarini ham qo'shib yordim. Chok haqqi bilan 76 bo'lyapti qizlarjonlar, mana. 76 qilaman. 73.5 toza belim bo'lyapti. Menda chokim hisobi bor. Orqada ikkita detal orqa markazi ulangan 1 sm dan beraman va oldi markazda ochiq 1 sm chiroyli qilib moskovskiy shov qilib qo'yishim kerak. Shu sababdan 1 sm berdim. Qizlarjonlar qaranglar. Yana aytib ketmoqchiman. Men bichishim oson bo'lish uchun, qiynalmaslik uchun nima qilaman? Menda 76 chiqdi chok haqqalari bilan birga, to'g'rimi? 76 ni men 2 ga bo'lib olaman, 38 bo'lyapti. Nimaga 2 ga bo'lib olmayman? Mana 76 chiqdi menda chok haqqi bilan 2 ga bo'lganda 38 chiqyapti. Nima sababdan men 2 ga bo'lib oldim? Chunki mana mana shu teng bo'laman deb mana shuni. Mana bo'ldim, ko'rdinglarmi? Menda hozir belimni to'rdan bir qismi bo'lyapti menda, to'g'rimi? Bu oldi, ikkinchi oldi, orqa va orqa. Menda belimni to'rtta qismi bir xil narsa bo'lyapti menda. Shu sababdan men mana shuna qilib bo'lib oldim, ishlashim oson bo'lish uchun. Demak, men nima qilaman? Hozir mana xuddi shu narsani chizaman, buklovni bajaraman. Bajarganimdan keyin menda mana shu aylanam 38 bo'lish kerak. Buni 38 qilib o'lchab olganimdan keyin ochganimda umumiy 76 bo'ladi menda mana shu. Tushunarlimi? Men katta qilib ochib ishlagandan ko'ra shuni 4dan 1 qismini qilib ishlayman. Tushunarlimi qizlarjonlar? Hozir men adresda qanaqa qilib shuni chiqarishni 4dan 1 belni 4dan 1 qismini ko'rsatib tushuntirib beraman sizlarga. Adresimni eni 35 sm. cm. Bu menda kromka. Bu yoq qismi ham kromka menda. Xb adreslarimiz bizda ensizroq bo'ladi. Qizlarjonlar shuni hisobini olinglar. Past qismdan 18 sm tepaga ko'tarilaman. Kromka qismdan ham 18 sm yuraman. Endi mana shu chiziqlarni o'zaro birlashtiraman. Bel chiqarishim uchun, oson bo'lish uchun. Endi mana shu bel chizig'im bo'yicha chiqarib oldim. Belimni taxminan chirnavik variant qilib chiqarib oldim. Mana shu chiziq bo'yicha men 38 sm chiqarib qo'yib olaman. 38 sm qo'yib olaman. Bu 38 sm menda choretasi bo'lyapti. 4dan 1 qismi bo'lyapti baskamizni. Mana mashdan boshlayman, kromka qismidan boshlab turib 38 sm qo'yaman. Men chizig'im tekis bo'lish kerak, tepaga chiqish kerak. Mana shu chiziq bo'yicha men 38 sm qo'yaman. Mana metrda o'lchab kelganimda 38 mana shuga keldi menga. Endi mana shu nuqtadan to'g'ri chiziq tortaman. Bu menda yon chokimga to'g'ri keladigan chiziq bo'lyapti. Mana men yordamchi ortiq chiziqlarni men endi o'chirib tashlayman. Chunki belimni topib oldim. Oldi qismi bo'lyapti bu menda. Bu yog'im 18 sm bo'ldi. Chok haqqi ichida. 1 sm qayradigan bo'lsam 17 bo'ladi. Chok haqqilari bilan yozib olmanman. Endi mana shu qismdan men buklayman.
Qizlarjonlar qaranglar, mana men ulab oldim. Endi sizlarga tushuntirish uchun, tushunarli bo'lish uchun, lekin sizlar ulamaysizlar. Sizlar mana shu to'rtdan bir qismidan chiqaraverasizlar. Tushunarlimi? Endi men sizlarga skladkalarni hammasini tushuntirib berishim kerak. Shu sababdan ulab mana shu holatga keltirib olmayman men. Tushunarlimi? Mana qizlarjonlar, men tayyorlab oldim. Sizlarda ham xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Sizlarda bundan ikkita detal bo'ladi. O'ng qismi va chap qismi. Bu oldi, bu orqa. Orqamiz chokli bo'ladi, ulab olaman. Buni men skladkaga terishdan oldin orqani ulab olganman. Dazmol qilib ochib olganman. Pastlarini moskovskiy chok qilib olganman. Ingichka qilib, oldi markazini ham chiroyli qilib moskovskiy chok qilib olganman. Endi men buni qanaqa skladkaga teraman? Burchidan to'g'ri chizaman 45 gradusda. gradusda chizib oldim. Bu uzunligi 30 santimetrlar atrofida bo'ladi sizlarda. Endi orqani ham xuddi shunaqa qilib 45 gradusda chizib olaman. Bu ham sizlarda 28-30 santimetrlar atrofida bo'ladi. Endi nima qilaman? Men skladka chuqurlarini qo'yib chiqaman. Bu yerda menda 20 santimetr edi skladka chuqurligim. Demak 10 santimetr o'ng tomonga, 10 santimetr chap tomonga yuraman. Bularni o'zaro birlashtiraman. Oldi skladkam tayyor bo'ldi. Orqa qismida menda 8 santimetr edi. santimetr olaman. Taxladim. Mana, taxlayapman. Endi orqada ham men 8 santimetr berganman skladkaga. Bu skladka menda orqadagi skladka menga orqa markazga qarayapti, mana ko'ryapsizlar. Orqa markaziy skladka ham orqa markazga qarasin. Bu yerda menda hozir ulangan, ikkinchi taraf ulanmagan qizlarjonlar. Demak, skladkamni olib chokka taqiyman. Mana. Bo'ldi mana. Skladkalarim tayyor. Ortiqcha joylar chiqadigan bo'lsa, baskada ortiqcha joylar chiqadigan bo'lsa, yon chokimga men yonimda kichkina rasechka berib qo'yasizlar. Kichkina 0.5 rasechka berasizlar. Agar ortiqchalik chiqadigan bo'lsa, yon qismiga o'sha ortiqcha skladkalarni taxlab ketasizlar. Bo'ldi mana. Baskam adrasdan bichilgan baskam tayyor. Bu menda adras. Mana qizlarjonlar, biz cho'ponimizni tepa qismi, baska qismini bichib oldik. Biz tepadan boshlab pastga tushamiz. Endi nima qilaman? Keyingi qiladigan ishim, men oldi mana bunaqa skladka отделкасы bor. Bilasizlarmi, organzada mana shu skladkasini chiqaramiz. Bu отделкасini chiqarish uchun men nima qilaman? Rasmda e'tibor bersangiz, fasonga e'tibor bersanglar, bizda mana shunaqa отделкасы bor, to'g'rimi, organzadan. Mana shu organzani qanaqa qilib bichamiz, shunisini hozirga ko'rsatib beraman. Uning uchun mana shu oldi qismimdan tepadan boshlab, mana shu yelkam tugab, garlavina boshlangan joydan oldi markazimgacha bo'lgan oraliqni o'lchayman. Menda bu hozir 44 santimetr. Endi mana shu uzunligi 44 santimetr bo'lgan отделкani bichamiz. Endi mana organzadan bichilgan отделкamizni bichilishini ko'rsatib beraman, sizlarga tushuntirib beraman. Men sizlarga qog'ozda ko'rsatib beraman, lekin sizlar bu ishni matoda bajarasizlar.
buni qanaqa qilib chiqaraman? Men hozir ko'rsatayotgan santimetrlarim standart bo'ladi. Bu o'zi bu отделка. Mana bu отделка почти hamma razmerga standart bo'ladi. Buning uchun men uzun vertikal chiziq chizib oldim va gorizontal chiziq chizib olaman. Mana shu nuqtamdan tepaga 26 sm ko'tarilaman. Yigirma oltidan tepaga 42-43 sm ko'tarilaman. Men 42 ko'tarilaman. Qirq ikki, 43. Endi mana shu nuqtamdan bu tomonga 34 sm yuraman. Endi nima qilaman? Mana shu nuqta orqali 45 gradus to'g'ri chiziq chizib olaman. Yordamchi chiziq. Bu mana 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, teng 2 ga bo'lsam, shu mana 45 gradus bo'ladi. Mana shu qiya chizig'imdan 45 gradusli qiya chizig'imdan 29 sm yuraman. cm. Endi mana shu chizig'imni, mana shu duga qismni men 7 ga bo'laman. O'lchayman. Necha santimetr chiqaradigan bo'lsa 7 santimetrga bo'lib olaman. Mana 7 ga bo'lib oldim. Endi mana shu tepadagi nuqta bilan mana shu pastki nuqtamni birlashtiraman. Chiroyli qilib duga holatga keltiraman. Chiroyli qilib yarim aylana qilib chiqaraman. Chernovika variantini birinchi chiqarib olasizlar. Chiqarib oldim. Endi mana shu chernovik variant chiqarganinglarni ham o'lchaysizlar, santimetr lentada o'lchaysizlar-da. Mana shu tepadagi dugani ham 7 ga bo'lasizlar. Endi mana shu birinchi bo'linma bilan tepadagi birinchi bo'linmani, ikkinchi bo'linganni, ikkinchi bo'linmalarni hammasini lineykada birlashtirib chiqamiz. Mana bo'lib chiqdim. Tepada 7 ta bilan pastdagi 7 ta chiziqlarni, dugalarni birlashtirib chiqdim. Endi keyingi qiladigan ishim bu 42 sm oldim men. Ikkinchi chizig'imni 38 sm bo'lish kerak menda. Bu ikkinchi 38 sm bo'lish kerak. Uchinchisi 35 sm bo'lish kerak uzunligi. 30 sm bo'lish kerak. 26 21 15. Mana birinchi chizig'im 42, ikkinchi chizig'im 38, uchinchi 35, to'rtinchi 30, beshinchi 26, oltinchi 21, yettinchi 15 bo'lish kerak. Mana shu santimetrlarni to'g'rilab chiqaman.
Mana santimetrlarga qo'yib chizib chiqdim. Endi men bularni nuqtalarni birlashtiraman, tochkalarni birlashtiraman. Pastdan kelaman. 15 santimetrga olib keldim. Tayinlab oldim. Mana mana shu qilgan santimetrlarim standart qizlajonlar. Faqat sizda o'zgarishi mumkin. Mana mana shu 42, 43 santimetr o'zgarishi mumkin. Nimani hisobiga? Mana old uzunligimiz hozir bizda 44 uzunlik. Agar bo'yi past, bo'yi balandroq, ro'sti baland qizlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu 43, 44 bo'lishi ham mumkin. Agar bo'y pastroq qiz bo'ladigan bo'lsa, sal kaltaroq bo'lishi ham mumkin. 42, 41 ham bo'lishi mumkin. Unda nima qilasizlar? Sizlar xuddi shunaqa mashaqa 42 qilib bichib olaverasizlar, faqat mana bunga qo'shasizlar. Misol uchun hozir 42 qilib bichib olmanmi? Hozir 42 o'rta bo'ylikni hisobini olib bichib olman. Hozir men bu отделка detalni agar bo'yi balandroq, ro'sti balandroq qizlar keladigan bo'lsa, nima qilasizlar? Mana mashtga sizlar 2 santimetr dabavka qilib yuborasizlar, qo'shib yuborasizlar. Skladkani taxlayverasizlar. Agar bo'yi pastroq qizlar keladigan bo'lsa, nima qilasiz? Mana shu o'zini taxlayverasizlar. Taxlagandan keyin ortiqchalik qiladigan bo'lsa, pastdan olib tashlaysizlar. Bo'ldi, mana shunaqa qilib korrektirovka qilib yuborasizlar. Atak mana shu 42 santimetr o'zi bizda norma bo'ladi. Endi buni taxlayman. Mana taxladim. Mana taxlab oldim. Buni taxlab olgandan keyin menda orqasida mana bunaqa sal o'ynagan joyi bor. Ko'ryapsizlarmi? Endi mana taxlab olganimdan keyin men 42 bo'lish kerak, to'g'rimi? Mana qo'yaman. O'sha kerakligini santimetrimni qo'yib turib, pastini to'g'rilab qirib qoraman. Men buni hozir qirqmayman. Hozir bu turaveradi menda. Men o'sha libosni o'sha yig'ayotganimda libos ustida taxlayman. Men buni taxlab, chiroqli taxlab, ana uniki bulavka qilib qo'yaman-da, ortiqchalikni qirib tashlayman. Tushunarlimi? Mana hozir qirib ko'ring. Atak sizlar hozir qirqmanglar. Mana orqalari ham tekis, oldi qochdi yo'q. Mana. Bu detalim tayyor. Endi yengimizni bichamiz. Yengimizni andazasi, to'g'ri yengimiz andazasi, bu menda yeng markazi, bu oldi qism. Oldi qismga albatta rasechka berib qo'yaylik, yanishib ketmasligi uchun. Endi nima qilaman? Yengim menda kosoy bichilgan, pasti kengaygan yeng. Buning uchun yengimni pastim toraygan, to'g'ri qilib olaman yengimni. Endi yengimni 3 ga bo'laman. Mana 3 ta model chizig'i kirgizdim. Yengim ochayotganda tepaga akat qismga 0102 yetib bormayman. Chunki yengimda akat qismida menda zborkalar yo'q, faqat ozgina pasatka bor. Kengayish faqat etik tomonda menda. Mana yengimni ochib oldim. Fasonga qarab ochib oldim.
tepani ochmaganman. Tepa menda faqat pasatka bo'lib turibdi. Burma yo'q menda. Asosiy burma menda etek qismida. Endi buni men qanaqa qilib joylayman? Menda matoyim, bu bantoni kromka qismi. Bu qism ham kromka qismi bo'ladi menda. Mana bu dalivoy, ya'ni bo'y ipi bo'lyapti. Qanaqa qilib joylayman? Olaman. Yengim uzunligi 60 sm menda. Standart 60 sm yeng. Bu 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, 45 gradusni chizib olaman. Ya'ni eng matoyimi kasoy joyi. Shunga yeng markazimni qo'yaman. Tepaga taqab qo'ymanglar. Hozir buni tushuntiraman nimagaligini. Sal pastroq qo'yaman. Tepada menda ozgina joy qolish kerak. Endi men yengimni ochaman. Men bu kasoy yengib bichayotganda ves kasoy, butun kasoy qilib ola olmayman yengimni. Agar men hozir mana shu kasoyni boricha qilib yengimni oladigan bo'lsam, bu organza menda qattiq o'tiradi-yu, shuni hisobiga qotib qoladi, yengim ishib ketadi menda. Shu sababdan mana shu etiginglarni ochganinglarda tayyori 80 sm bo'lsin choq haqqalari bilan. Yengimni ochib oldim, joylab oldim. Matoyimni kasoy tomonini, matoyimni kasoy ipiga joyladim markazimni. Endi nima qilaman? 60 sm yengim uzunligi menda, andazam tayyori. Bunga men 2 sm qo'shib olaman. Bir yarım choq haqqi uchun 1,5 yeng choq haqqilarga berdim. Men yeng 60 sm bo'ladigan bo'lsa, pastga 2 sm qo'shib oldim mana. Yengim uzunligi plus 2 sm qo'shib olganman. Hozir tushuntiraman nimagaligini. Endi mana shu tushganimdan keyin pastga 8 sm tushaman. Sakkiz, bu 2 tushganman. 8. Tushib oldim. Endi mana chizib olganimdan keyin mana shu pastdagi bor-ku, mana shu pastdagi qism menda bo'lish kerak 80 sm bo'lish kerak. Umumiy 80 bo'lish kerak. Ya'ni markazdan 40 o'ng tomonga, 40 chap tomonga qo'yaman. 80 dan oshib ketmasin. Tushunarlimi? Agar siz butun kasoyni yeng ochib oladigan bo'lsangiz, sizda yengingiz juda ham ishib ketib xunuk bo'lib qoladi. Bizda fasonni unaqacha katta ochilmagan. Agar shifon bo'lganda, mana shifon to'kilib, o'zini tashlab turadi. Даже setkalar ham butun eniga olib olsanglar chiroyli turadi, lekin organzada juda ham ehtiyot bo'linglar, katta ochib olmanglar. Mana shu 80 bizda norma. Akat qismini ko'pchilik mana shunda turgan bo'yicha choq haqqi berib ketishadi. Qizlarjolar, bu noto'g'ri usul. Nima qilasiz? Har doim markazdan 2 sm ko'tarilaman. Markazdan 2 ko'tarildim. Ko'tarilib, endi mana olib kelib, akatini birlashtirib olaman. Akatni 2 sm ga ko'tardim, ko'rdinglarmi? Ana undan keyin mana akatim ko'tarildi. Bu yengimning markazi. Ana undan so'ng men yengimga 1,5 sm choq haqqi berib olaman. Mana yengimga choq haqqini berib oldim. Bu qism menda rezinka tikiladigan qism. Mana yengimni ham bichib oldim. Yengim tayyor. Qizlarjonlar, endi navbat etegini bichishga. Bizda faqat etek bichilishi qoldi. Buni qanaqa qilib bichamiz? Etek bichganda andaza kerak emas, hech narsa kerak emas. Matoni shunda o'zini qo'yib turib bichib olasizlar. Qanaqa qilib bichasizlar? Matoyimiz eni 1,50 bo'ladi. Bizda to'g'rimi? 1,50 bo'ladi mato eni. Bizga yubka uzunligi kerak bo'ladi. Yubka uzunligi 1,15, 1,20 sm. Baland bo'yli uchun 1,20, past bo'yli, o'rta bo'yli uchun 1,15 lar olsanglar bo'ladi. Yubka uzunligi
120 olaman men. Mana bunday qilib chizing. Bu 150 mato eni, 150, bu kromka va bu ham kromka. Nima qilaman? Mana mashina olib matoyimni buklayman. Bukladim. Mana 150 mato. Uzunligi menda hozir buniki 3 metr. Yubkam 6 metr ketadi. Bu 3 metrli mato. Bukladim. Buklaganda 1,5 bo'lyapti, to'g'rimi? Mana bukladim. Bu yoq buklov qism. Endi mana mashitdan, buklovdan 120 yubka uzunligini qo'yaman. Qo'ydim. 120 yubka uzunligi. 150 bo'ladigan bo'lsa, menda bu yerda qavatda 30 sm qavatda. Nima qilaman endi? Bu yerdan ham 30 sm qo'yib turib, 120 yubkamga qo'yaman uzunligi. Endi 30 sm-larni bu yerga ham 30 qilib radius chizib olaman-da, dumaloq qilaman. Mana bel qismimni chiqardim. Mana bel qismimni chiqarib oldim. Endi 120 yubka uzunligi turibdi. Bu yerda ham 120 yubka uzunligi turibdi. Nima qilaman? Olaman, 120 ni o'lchaganman. Mana mana shu bel qizil chiziq menda belim. Beldan 120 qilib chizib olaman. Ko'rdinglarmi? Buklovdan qaytaraman. 150 yeni materialimniki, uzunligi 3 metr. Etigiga 6 metr ketadi menga. Mana mana shu 3 metrni bukladim. 150 dan bo'ldi. Endi nima qilaman? Mana shu 150 dan 120 yubka uzunligini qo'ydim. Menda 30 qolyapti. Chunki 150 dan 120 ketsa 30 qoladi. 30 ni qo'yib oldim. Bu yoq tomonga ham sraz 30 ni qo'yaman. 30 qilib belni chizib oldim. Mana mana shu 30 dan 120 ni qo'yaman. Bel chizib olganimdan keyin 120 yubka uzunligini qo'yib, mana yubkani chizib oldim. Endi men qirqaman. Belni ham qirqaman. Mana. Menda yubkam chiqdi. Bundan ikkita detal bichaman. Mana qiziljonlar bichib oldim. Birinchi detalim, ikkinchi detalim. Bichib olganimdan keyin men bu orqa qismini ulayman. Shunda bu menda kromka bo'ludi, bu yoq ham kromkaga to'g'ri kelgan. Matoyim kromkasi. Bu yoq ham kromka, bu yoq ham kromka edi menda. Endi nima qilaman? Bu menda orqa qism qilaman, tikib olaman, bu ulab olaman. Ulagandan keyin oldim ochuv qoladi. Faqat kromkani qirqib tashlab keyin tikaylik, yo'qsa ushab qoladi, burishib qoladi. Orqamni markazini tikib olganman, oldim ochuv qolyapti. Etini doim shu ko'rinishda bichasizlar. Mana qizlarjonlar, men ustki qismimni yig'ib oldim. Endi manekenga kiydiraman. Kiydirib turib, oldinlari uch burchayi ochiq. Nima qilaman? Adresimni men shifonni dubini yopishtirib olganman. Menga qattiq qotib turish kerak. Mana shu ustki detalim. Endi men bunaqa organzali отделка detalim bor edi, to'g'rimi? Mana shunaqa organza detalim bor edi, oldiga taqlaydigan. Mana choklarini tikib olasizlar. Moskovskiy chok qilib tikib olganman. Mana chetlarini. Endi nima qilaman? Taxlab oldim. Mana mana shu detalimni biz qog'ozda taxlaganmiz-ku, xuddi shunaqa qilib bo'tga qo'yishni olib taxlab oldim.
taxlab endi qo'yaman. Men eng tepa qismini yelkadan 2 sm qochirib qo'yaman. Taxlab oldim. Endi hozir birinchi taxlaganingizda sizlar mana shunaqa yoyilib rahat turadi. Ammo past qismini bo'lsa, xohlasanglar bundoq qilib, skladka qilib, chiroyli qilib yig'ib qo'yasizlar. Mana ko'rdinglarmi? Yig'ib oldim. Ikkinchi tomonni ham xuddi shunaqa yig'ib olaman. Yig'gandan keyin men buni dazmolda bosmasdan parda fiksatsiya qilib qo'yaman. Ya'ni dazmol yaqin olib kelaman deb parib beraman. Maqsad buni fiksatsiya qilish, shunda qotirish, sindirish. Tag'in dazmolni olib kelib yotib pachoq dazmol qilib qo'ymanglar. Yaqinroq olib kelib fiksatsiya qilib parib bersanglar ko'proq mana mana shu izi shundoq qotadi sizlarda. Xuddi shunga qarab bu yoq tomonni ham terib olaman. Mana qizlar ikkita tomonni yig'ib oldim. Mana dazmolni fiksatsiya qilib oldim. Mana. Endi bunda hozir izlari qoladi mana, to'g'ri? Mana bundoq qarasanglar izlar qoladi. Nima qilaman men endi buni? Izlarni chiqarib olganimdan keyin ko'ryapsizlarmi? Izlar qolgan menda. Izlarni chiqarib olganimdan keyin ikkalasini bulavkalarini chiqaraman, lekin mana shu bulavka qimillamasin. Nima qilaman? Oldi qismini mana oldi qismni olaman deb, mana shu oldilarini mana shu oldi qism bilan oldi qismga 1 sm choq beraman. Mana shu oldi qismni organza отделкani ulab olaman, 1 sm qilib choq berib olaman. Berib olganimdan keyin men ustki libosni qanaqa bichgan bo'lsam, astar bichib olaman. Endi xuddi shunaqa qilib astar bichaman. Astar bichgandan keyin mana shu отделка menda astari bilan libos orasidan chiqib ketish kerak. Ikkita detal ulab oldim, to'g'rimi? Ana undan keyin astarni qo'yaman deb, astarni qo'yib turib, ustiga giralantirib 1 sm cho'q aylantirib tikib kelaman, rasechkalar berib, astarni ichiga kirgizib yuboraman. Ana o'shanda menda mana shu отделкам astar bilan libos orasidan chiqyapti, обработка bo'lib ketyapti. Tushunyapsizlarmi? Ana undan keyin, o'sha обработка bo'lgandan keyin tepani bitirib oldim. Endi tepani polni bitirib yubkani ulashim kerak, baskalarni. Endi buni xuddi o'zidek qilib, joyiga singan joylarini to'g'irlab turib, mana tikib qo'yaman. Pastga iloj bo'lsa, choklab tikib qo'yinglar. Kasoy chop qilib tikib yuborasizlar pastga отделкani. Чтобы o'ynab yotmaslik uchun. Keyin mana shu отделкani tikayotganda e'tibor beringlar, mana shu liniyalar sizlarda simmetrichniy bo'lsin. o'ng va chap tomon simmetrichniy bir xil qilib teringlar. Bunisi boshqacha, bunisi boshqacha bo'lib qolmasin. Endi nima qilaman? Endi bunga men yubkani olayman. Mana yubkam mana solnitsa bichilgan. Mana kromkani qirqib tashlamaganman, bu orqa markaz. Oldi markazda ham mana kromka bajarilgan. Atiga qirqmadim sizga ko'rinish uchun. Orqa chopga, orqa markazga to'g'rilayman, bulavka qilaman. Oldi markazini, chok haqqini qayraman deb, oldi markazga bulavkalayman. Maqsad skladkadan topib olish. Endi mana shu ortiqcha detalni, ortiqchalikni men oldi, orqa va yonga taqsimlab yuboraman. Chuqur-chuqur skladkalar qilib yuboraman. Oldidagi skladka yonga qaraydi, yonidagi skladka ham orqa chopga qaraydi. Orqa skladka ham orqa chopga qarayapti. Bo'ldi mana. Bu orqa skladkam, yonim va oldim. Hamma skladkalar orqaga qarayapti. Endi xuddi bunga o'xshab skladka chuqurligi qancha olingan bo'lsa, bu yoq tomonini ham skladkaga to'g'rilab yuboramiz.
Mana qizlar etagimni terib oldim. Ko'ryapsizlarmi? O'ng tomon ham, chap tomon ham simmetrichniy bir xil terilgan skladkalar. Mana tayyor holati. Yoni va orqasi. Yubkani yig'ib oldim. Endi nima qilaman? Yubka bilan tepa qism ulashdan oldin baskani yig'ib olishim kerak. Mana endi baska qismini ulayman. Mana orqadan urib markaz ulab olganman. Mana skladkamni chuqurliklarini chizib olganman. Endi buni ulab chiqaman oldiga. Orqa markazga bulavkalab olaman. Skladkalarni yopaman. Orqada встречный, ya'ni bir-biriga uchrashgan skladkalar. Mana oldini skladkasini terib oldim. Orqa markaz va yonini ham terib oldim. Mana agar ortib qolgan joyini, ortib qolgan santimetrni yon chokiga skladkaga taxlab olaman. Mana. Mana ko'rdinglarmi? Mana tayinlab oldim, to'g'irlab oldim. Mana skladkalar, oldidagi skladka, ortiqcha santimetr yoniga skladka berib yubordim. Orqa bokovoydagi skladka va orqa markazli skladka. Endi xuddi shunaqa qilib, santimetrlarni bir xil qilib, bu yoq tomonini ham terib olaman. Mana qizlarjonlar, terib oldim bir xil qilib. Bu yoqni ham dazmolda fiksatsiya qilasizlar. Sizlar endi adresda qiladigan bo'lsanglar, adres xib adreslar maramir bo'ladimi, tikka bo'ladi-yu, dazmol olib kelib bosmasdan maksimal yaqin olib kelib dazmolda par berib, qizigan dazmolda par berib fiksatsiya qilib mashina qotirishinglar kerak. Mana bo'ldi, qotdi. Mana ko'rdinglarmi? Oldi qismi, yon qismi va orqa qismi. Orqa ham qotiriladi dazmolda fiksatsiya qilib. Mana orqa qismi. Qizlarjonlar mana tayyor. Yenglarimni ulaganman. Yengimda rezinachiga bor mana bu pastdagi valani. Bo'ldi, libosimiz tayyor. Ko'pchilik kurs haqida so'rashadi. Tanishtirib chiqamiz kurslar bilan sizlarni. Mana ko'ringlar, Classic Pro kursimiz bor. Hozirda faqatgina ikkita kursimiz bor. Keyingilarni ustida yana ishlayapmiz. Classic Pro kursida professional tikuvchilik darajasiga chiqish uchun malaka oshirish kursi bo'ladi bu. Kurs davomidagi 2 oy bo'ladi. 2 oy davom etgan kursimizda sizlar 70 dan ortiq video darsliklar sizlarga berib boriladi. Kuratorlar tomonidan uyga vazifalar tekshiriladi. Albatta, doimiy uyga vazifa beriladi. 4 ta jonli efir bo'ladi kuratorlar bilan birgalikda. Qanday olib boriladi? Ko'pchilik onlayn darsdan qo'rqishadi, lekin eng zo'ri hozir onlayn bo'lib qolgan. Hattoki aytayotganimdek, boya bilan chet eldan ko'proq mijozlarimiz Tojikistondan, Qozog'istondan o'quvchilarimiz borasa onlayn kurslar kutishadi. Onlayn sizlarga shunaqa juda katta foyda beradi. Nimaga? Birinchidan vaqtinglarni tejasizlar, ikkinchidan uni bemalol ko'ra olasizlar xohlagan paytinglar va qilayotgan jarayonni to'xtatib ko'rib, shu ishlarni bajarsanglar bo'ladi. Offlayndan yutuq ko'proq deb o'ylayman. Chunki o'zim ham onlayn o'qishda o'qiganman, juda foydasi katta. Yopiq Telegram kanalda olib boriladi. Video darslik formatida bo'ladi.
qanaqa olib boriladi? Yopiq guruh kanalida bo'ladi. Hammani kanalga bo'lib chiqamiz. Har bitta kursda ko'payib ketishadi, chunki hammani bittaga joylay olmaymiz. 20 ta, taxminan 20 ta qizlar bo'ladi va videolar jonli voice chat formatida bo'ladi. Haftada 3 marta bo'ladi. Masalan, haftada dushanbadan shanbagacha bo'lsa, seshanba, payshanba, shanba bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa dushanba, chorshanba, juma bo'lishi mumkin. Bular sizlarga jadvallar hammasi sxema bo'yicha berib boriladi. Hop, kuratorlar tomonidan 2 haftada bir marotaba efir bo'ladi. Bemalol tushunmagan joylarni so'rasanglar bo'ladi va o'zingizlarning fikrlarni bildirsanglar bo'ladi. Klassik va qiyin bichimdagi fasollarni mustaqil bichib tikish texnologiyasini, asos andazi va modellashtirish sirlarini bilib olasizlar inshaalloh. Qanday afzalliklari bor? Nega aynan ushbu kurs? Har bitta dars amaliy mashg'ulotlarga qaratilgan bo'lib, sifat nazoratchisi bor bizda. Bu nima? Sifat nazoratchisi ko'pchilik dars beriladi, bo'ldi. O'rganyapti deb o'ylashadi, lekin darsni bajarmaganlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz sifat nazoratchisini qo'yganmiz. Ular sizlar bilan svязda bo'lib turishadi va hozirda showroomda ishlash imkoniyati bor. Bu o'quvchilarimizning juda katta ko'plab o'quvchilar orzusi. To'g'ri, men aytganman, o'quvchilarni olamiz, o'zidagi ishga deganmiz, lekin sinov asosida olamiz. Bizda o'qigan, tikish texnologiyasini yaxshilab o'rgangan, asosan yaxshilab o'rgangan qizlarimizni hattoki praktikaga oshirishadi bizda. O'zida ta'limoti bor qizlarimiz viloyatdan kelib uy olib, bir oy turib bizga malaka oshirishadi. Undan avval biz ularni sinovda, bir kunlik sinovda tekshirib ko'ramiz. Agar bizdan sinovdan o'tgan qizlarimizgina olinadi. Chunki bilasizlar, bizda tikilish texnikalari juda qiyin. Shuning uchun yaxshilab o'qigan qizlarni olamiz. Hammani praktikaga ola olmaymiz. Faqatgina qo'ldan keladigan ishlar, chunki biz o'zlarini showroomga tikadigan kiyimni ularga beramiz, o'ziga yarasha mas'uliyati bo'ladi. Shuning uchun hammani ola olmaymiz. Faqatgina tikish nazoratini bizga yaxshi topshirgan qizlarni ola olamiz va ketma-ket bo'yicha yoziladi. Nazorat jadvali. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu yerda kim bajardi, kim bajarmadi, hammasi ko'rsatib boriladi. Qaysi kursimizda kim nima qilgani, vazifa bajarmagan qizlarga albatta tanbeh beriladi. Chunki biz shunaqa yo'lga qo'ydikki, sizlarda ham qanaqadir sharoitlar bo'lib qolishi mumkin. Kimdir farzandli, kimdir uy ishlari bilan ovora bo'ladi, lekin pul to'lab vaqt ajratdinglarmi, o'qishlik kerak bo'ladiki, sizlar bilan birga bizani jamoamiz birga bo'lishadi va sizlarga hattoki urush berishlik ham mumkin, uy vazifasini qilmasanglar. Shu vazifalarni 3 oy yoki 2 oy davomida bajarib, o'rganishinglarni yo'lga qo'yishadi. Albatta bu sizlar uchun foydali bo'ladi. Intizom bo'yicha olib boriladi hammasi. Sizga aloqaga chiqib turishadi, qanaqa o'qiyapsizlar, nimani tushunmadinglar, shunaqa so'rovlar ham bo'ladi. Ko'p joyda, ko'p o'quv kursida shunaqa talablar bo'lmagani uchun ozgina norozichilik bo'lgan qizlar orasida, chunki biz suhbat o'tkazganimizda qanaqa, nima, hamma qiyinchilik, muammolarni olib chiqib gaplashamiz va shundan kelib chiqqan holda yechim qo'yganmiz o'zlarimizning kurslarimizda. Vazifani bajarishligi shart, 100% shart bo'ladi vazifalarni bajarishinglar va sizlar bilan nimaga men unaqa deyapman, biz sizlarga hattoki kuratorlarni hozir showroomda o'zlarini xodimlarni qo'yganmiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Shaxsan hozir showroomda ishlagan qizlarni, chunki hamma o'zini operatsiyonkadagi odamlar emas, tashqaridagi odamlar qo'yadiganlar ham bor ekan. Mana bizani, chunki sizlar bizani brendimiz deb kelasizlar. Shuning uchun biz o'zlarini, shaxsan o'zlarini showroom ichidan talab olib, ikkita kurator sizlarga birlashtiriladi. Buni bu joydan bemalol qo'yinga to'qib bo'ladi. Muvaffaqiyatli bitirgan qizlarimiz uchun sertifikat taqdim qilinadi. Bu degani men sertifikat hammaga berolmayman, chunki ko'p joyda mana o'quvchilar ateliye ochishadi. Kimdir yaxshi o'qimagan bo'lishi mumkin, kimdir vazifalarni bajarmagan bo'lishi mumkin. Xafa bo'lmaysizlar, unaqa qizlarimizga sertifikat berilmaydi. Chunki uni sizlar osib qo'yganingizdan keyin ozda o'qiganmisiz, ishlari zo'r deb sizlarga ishonch bilan qo'yinga berishadi, lekin sizlar boshqandaza yoki boshqa yo'nalishda ishlasanglar, u qo'yinga mijozga yoqmagandan keyin mijoz hafsalasi pir bo'lib, shunaqa yaxshi o'qitishmas ekan, bizlarga ham putur yetadi bu tarafdan. Shuning uchun biz 100% vazifalarni tekshirib, liboslarni tekshirib, keyin sertifikat beramiz. Xo'p, endi bu kurs kimlar uchun? Malaka oshirishni xohlagan qizlarimiz uchun albatta, chunki aytganimdek, shu uyda material ustida bichib o'tiraversanglar, qolib ketasizlar, umringlar ham o'tib ketadi. Shuning uchun maksimal shunaqa davr keldiki, vaqtimizdan unumli foydalanib,
hamma o'zini bolasini o'qitgisi keladi, rivojlantirgisi keladi, hamma narsaga mablag' talab qilinadi. Mablag' topishingiz uchun qo'lingizni, kasbingizni rivojlantirishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun albatta ustimizda ishlasa inshaalloh ko'p yutuqlarga erishamiz. Mana ko'rib chiqsanglar bo'ladi, klassik tarafda nima o'rgatiladi, standart tarafda nima o'rgatiladi. Klassik tarafda asos va yeng andazasi. Ko'pchilik yengda ham qiynaladi. Chunki biz ko'rib chiqdik, mana shu aytganimdek o'rganib chiqqanda yeng o'rnata olmaydi ko'pchilik. Bizning andaza bo'yicha inshaalloh bittada yeng o'rnata olasizlar. O'lchov olishdan tortib, asos andaza, yeng andazasi, libos balansi, bichish, vichkalar bo'yicha vichkalarni ko'chirish, yeng modellashtirish, bachokli kostyumlarni qanaqa dazmol qilish, har bitta texnika mechgacha o'rgatilgan, bitta dazmol qilish ham bor, yeng shilsalarni tikish, astali kiyimlarni qanaqa texnika bilan tikish kerak. Bir oy davomida kurator nazorati bilan sizlar bilan darslar olib boriladi. 2 marta kuratorlar bilan jonli efir bo'ladi. Bemalol shu yerda savolinglar bo'lsa, bersanglar ham bo'ladi. Xo'p, standart tarifida 10 xil yubka turi. Men aytganman, misol uchun katta pul tikmasdan ko'pchilik savol berishadi. Qizlar, "Meni katta pulim yo'q, qanaqa ish boshlasam bo'ladi?" degan savol ham bo'ladi. Hattoki men ko'pincha aytganman, o'zim agar endi o'rganayotgan bo'lganim deydi, mashq kursda ham o'qigan bo'lardim, chunki 10 yubka turi qo'yilgan bu yerda. Hozirgi trend yubkalar qo'yilgan. Bemalol mana ko'rasizlar, o'zingizlar kimdir qizi bor, kimdir o'qishga kiradigan qizlar yubka qidirishadi, qanaqadir yubkalar, koftalar qidirishadi. Shu orqali pul topsa ham bo'ladi. Onlayn qo'yib, reklama qilib, shu kichkinagina darsdan ham mablag' qilsanglar bo'ladi inshaalloh. Chunki yubkaga ko'p mato ham ketmaydi, katta mablag' ham ketmaydi. Internet tekin, bemalol shu narsani yubka ham tikib, sotuvga qo'yib, onlayn sotsanglar ham bo'ladi. Hop, klassik shim bichish, tikish texnikasi. Shimda ham ko'pchilik qiynaladi. Nimaga asosan klassik shim qo'yganmiz? Chunki eng qiyin shim klassik shimi bo'ladi. Agar sizlar klassik shimni o'rgansanglar, bemalol lozim bormi, shim bormi, har bitta shim turini tika olasizlar inshaalloh. Chunki o'ziga yarasha klassik shimda kattagina qiyinchiliklar bor. Agar shuni o'rgana olsanglar, bemalol boshqa shimlarni ham tika olasizlar. Asos andaza, yeng andazasi, modellashtirish, vichkalarni ko'chirish, bachokli kostyum. Aytib o'tgandek, kostyumni men shaxsan kostyumni tekshiraman. Mashq qilgan o'quvchilarimizdan ham yoki tashlagan darslikda ham kostyumni tekshiring deyman. Nimaga kostyumni tekshiringlar aynan? Agar sizlar kostyumni zo'r chiqara olsanglar, inshaalloh klassik liboslarni bemalol tika olasizlar va qolgan liboslarni gapirmasa ham bo'ladi, paltolarni ham bemalol chiqara olasizlar. Shuning uchun klassik kostyumga ahamiyat ko'proq beramiz. 7 xil yoqa turlari, mana ko'rsanglar bo'ladi. Rubashka yoqa, trendiga yoqalar, chunki yoqalar ham hamma o'xshatish qiyin bo'ladi va reglan. Reglanni ham ko'pchilik chiqarish olmaydi. Shuning uchun talabga qarab biz reglan darsligini ham qo'shganmiz. Davomiyligi 2 oy bo'ladi. Birpas o'tkazadi qizlar, 2 oyda ancha-muncha narsaga erishasizlar inshaalloh. Kurator nazorati bilan savol-javoblar, 4 marta kuratorlar bilan jonli efir bo'ladi 2 oy ichida. Bu yerda bemalol qiynalgan savol-javoblarni bersanglar bo'ladi. Hop, kursimizning boshlanish sanasi 23-fevraldan boshlanadi inshaalloh. O'zingizlar joylarni band qilishga ulgurib qolinglar. Hozir joy band qilgan qizlarimiz uchun bonus sovg'alarimiz bor. Bu sovg'amiz bizning shaxsiy Ozoda showroom klubi bor. O'sha klubga a'zo bo'lasizlar. Xudo xolasa uni narxi 3,497,000 turadi, lekin bu klubga a'zo bo'lish hozir joyini band qilgan qizlar uchun bepul bo'ladi. Va hozir joy band qilgan qizlarimizga ikkinchi bonusi inshaalloh bahorda juda katta offline seminar rejalashtiryapman. O'sha seminarga hozir joyini band qilgan qizlarimiz uchun qatnashish imkoniyati bo'ladi. Bu seminar asl narxi 1,200,000 turadi, lekin joyini band qilgan qizlarga bepul beriladi. O'zingizlarni joylarni band qilgan qizlarni bemalol familiya, isminglarni yozib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, ushbu videodagida sayt silkasini qoldirganmiz. O'sha silka orqali o'tib, o'zingizlar ism va raqamini, telefon raqamini qoldirasizlar. Bizning menejerlar sizlarga chiqib bog'lanishadi va hamma kursimiz haqida hamma ma'lumotlarni berib borishadi. Faqatgina sizlardan iltimos, o'zingizlar raqamini to'g'ri qoldiringlar. Shu videoni darslikni oxirigacha men bilan bo'lgan qizlar uchun bonus sovg'a beraman. Hoziroq Telegram kanaliga o'tib, o'zingizlarning bonuslarni qo'lga kiritsanglar bo'ladi. Bu darsligi foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, o'zingizlarning fikrlarini yozib qoldirishingizni so'rab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat.